5-ci bab. Xudoning söyümlük farzandlari bo'lgan ekansizlar, Xudoni ulgi qilinglar. İsa Masih bizga mehr muhabbet ko'rsatib, biz uchun o'zini pido qilgandek, sizlarmu hayotinglarda bir-biringlarga shundoq mehr muhabbet ko'rsatinglar. Uning biz uchun o'z jinini pido qilishi xuddi xushpuroqlik ko'ydirma qurbonlikqa o'xshash Xudoni xursand qildi. Oranglarda jinsi axloqsizlik, nopoklik yoki ochko'zlikka qat'iy yo'l qo'yilmasin. Chunki bundaq ishlar Xudoning muqaddas xalqiga mos kelmaydi. Shundaqla shahvoniy va ahmoqona so'zlash, chokina chaqchaq qilish sizlarga yotdir. Undaq qilishning o'rniga Xudoga shukr aytinglar. Chunki shuni aniq bilinglarki, jinsi axloqsizlik, nopoklik yoki ochko'zlikka berilgan har qanday odamga İsa Masihning va Xudoning podshohligida o'rin yo'q. Ochko'zlikka berilgan odam Xudoga ibodat qilishning o'rniga mol-mulkka cho'qinadi-da, butparastlardan farqlanmaydi. Bundaq ishlarga bahona ko'rsatiladiganlar yolg'on yovdaq so'zlari bilan sizlarni aldab ketmasin. Chunki Xudoning g'azabi bundaq ishlarni sodir qilib, Xudoga bo'ysunganlarning ustiga tushidi. Shuning uchun bundaqlarning qilmishlariga sherik bo'lmanglar. Burun sizlar qorong'ulikda edinglar. Lekin hozir Rabbimizga mansub bo'lganliginglar uchun yorug'likqa cho'mdinglar. Shunga söz harakatinglar cho'qim yorug'likdagi odamlarnikidek bo'lsin. Bu yorug'lik hayotinglarda yaxshilik, odillik va haqiqatdan iborat mo'l mevalarni berdi. Nemining Rabbimizni xursand qildiganligini bilishga tirishinglar. Kishilarning qorong'ulikda qilgan ahamiyatsiz yomon ishlarga sherik bo'lmanglar. Aksicha u ishlarni fosh qilinglar. Ularning yo'shin qilgan shumliqlarini tilga ilishmu nomusdir. Nur ularga tushganda ularning shumliqlarini oshkor qiladi. Chunki hamma narsani oshkorlaydigini nurdir. Shunga mundaq deyildi. O'yg'on, ey uxlayotgan inson, tiril ruhiy o'limdin. İsa Masih sana nur çaçar. Şunun için söz harakatinglarga ehtiyot qilinglar. Bilimsiz, nodonlardek emas, aqllardek yaşanglar. Xayrlik ishlarni qilish fursatini qo'ldan bermanglar. Chunki yashayotgan bu davrimiz razil davrdir. Shunga aqlsiz bo'lmanglar. Balki Rabbimizning irodasini tushunishga tirishinglar. Haroqdan mast bo'lib yurmanglar. Chunki bunda qilish odamni zaiflikka elib bordi. Buning o'rniga muqaddas ruhga cho'mib, uning yetakchiligida bo'linglar. Sizlarning oranglarda zabur munojotlari, Xudoni madhiylaydigan ve muqaddas ruhning ilhomidan kelgan naqshlar yangrasin. Qalbinglarda bu nag'ma sadolari yangirgandek, chin qalbinglardan Rabbimizni madhiylanglar. Hamma ishlarda Rabbimiz İsa Masihning nomi bilan hamisha Xudo otimizga shukr aytinglar. İsa Masihga cho'nqur hurmatinglar bor bo'lganlikdan bir-biringlarga itoat qilinglar. Ey ayollar, Rabbimizga itoat qilinglardek, erlaringlarga itoat qilinglar. Xuddi e'tiqodchilar jamoatchiligining qutquchisi bo'lgan İsa Masih o'z tinining, ya'ni
e'tiqodchilar jamoatchiligining beshi bo'g'inidek, ermu o'z ayolining beshidir. Xuddi e'tiqodchilar jamoatchiligi Ayso Masihga itoat qilganidek, ayollarmu har qanday ishda o'z erlariga itoat qilsin. Ey erlar, Ayso Masih e'tiqodchilar jamoatchiligini qanday so'yib, uning uchun o'zini qanday qurbon qilgan bo'lsa, sizlarmu ayollaringlarni shundoq so'yinglar. Ayso Masihning o'zini qurbon qilishdagi maqsadi e'tiqodchilar jamoatchiligini Xudoning so'zi va suv bilan yuvish orqali gunohlardan pok qilishdir. Uning bunday qilishi e'tiqodchilar jamoatchiligini har qanday illat, gunoh va yetersizliklardan xoli qilib, uni shon sharaflik holda o'z oldiga xuddi to'yda ko'chirishga tayyorlangan go'zal qizdek pok va ayibsiz elib kelish uchundir. Ayso Masih e'tiqodchilar jamoatchiligini shundoq so'ygan ekan, erlarmu o'z ayollarini o'z tenini so'ygandek so'yish kerak. Ayolni so'ygan kishi o'zini so'ygan bilan barobar. Hech kim hech qachon o'z tenidan nafratlanmaydi. Aksicha o'z tenini asraydi va uningga ko'yinadi. Bu xuddi Ayso Masihning o'z teni bo'lgan e'tiqodchilar jamoatchiligini asrab, uningga ko'yinganligiga o'xshaydi. Biz Ayso Masihning tenining a'zolarimiz. Muqaddas yozmalarda yozilganidek, odamning ota-onasidan ayrilib, ayoli bilan birlashib, ikkisining bir tan bo'lishi ana shu sababdandir. Bu intayin muhim bir sirdir. Men bu so'zlarni Ayso Masih bilan e'tiqodchilar jamoatchiligining zich munosabatini ko'zda tutib aytdim. Yana bir qatim shuni ta'kidlaymanki, hammanglar ayolinglarni o'zinglarni so'ygandek so'yinglar. Ayollarmu erlarini hurmatlisin.